Assalamualaikum, hurmatli fuqarolar. Men Agrobank Fitness markaz boshlig'iman. Adım Sabir Tugun. Birinchi uchrashuvimiz Tasla mahallasida 17-iyunda bo'lib turibdi, 26-yilda. Birinchi shu tadbirkorlar bilan uchrashuvni biz o'zimizga reja belgilab olganmiz. Hozir bugun shu Agrobankimiz boshqaruvi tomonidan berilib turgan shu tadbirkorlarga, fuqarolarga yaratilib turgan past foizli kreditlarimiz bor, tadbirkorlarga berilgan kreditlarimiz bor. Shular bo'yicha gaplashib o'tamiz. Unda hozir hurmatli prezidentimizning bir nechta qarorlari bor. O'zingiz danishib o'qib, ijtimoiy tarmoqlarda o'qib, danishib bilib o'tibsizlar. 312-son bo'yicha kreditimiz bor. Keyin PK 60-songa chiqdi, 61-songa chiqdi yaqinda. PK 60-songa qarorda shu maktabni bitirgan ishsiz yoshlarimizga ajratilgan kreditlarimiz bor. PK 61-songa qarorda esa oliy ta'limni bitirib kelib turib, ishsiz fuqarolar tadbirkorchilik bilan shug'ullanaman desa, ular ajratilgan kreditlarimiz bor. Bundan avval Aloqabank, Milliy bank berilib turadi, lekin hozirgi kunda shu Tuproqlar tumanimizni yoshlari alaman desa, bizlar zaiflar bilan ariza bilan murojaat qiladiganmiz, ular ham xudo xolasa 3 kun ichida, 3 bank ish kunida muammosini ko'rib, gaplashib beramiz. Keyin bundan tashqari shu mahallada o'zi umuman shu tumanimizda ishlar oylik olib yurgan, daromad olib yurgan fuqarolarimiz bo'ladigan bo'lsa, uyina beriladan, aladan, ya'ni maishiy texnikalar deymiz-ku, maishiy texnikalar bo'yicha beriladan kreditlarimiz bor. Bundan 2 yillik bor 25%, 26%, 27%, ya'ni 2 yil, 3 yil, 4 yil muddatga beramiz. Keyin avtoqarzdan yanamiz mahsulotlarimiz chiqdi, Agrobank tarafdan. Avtoqarz bundan foiz to'lanmaydi. Hozir oldinroq eshitgan bo'lsangizlar, salonlarning o'zlari nega 50%ni pulni olib turib 36 oyga 48 oy berib turadi foizsiz. Hozir shu narsa bizlar Agrobankda joriy qilindi shu narsa. Bizlar bir so'm to'lanmaydi, oldindan to'langan foizini to'lab turib 10 ish bo'ladimi, traktor bo'ladimi, nechik mashina kerak bo'lsa, o'zlarining xohishiga qarab olishi mumkin. Bundan foizsiz bo'ladi, 0% dan bo'ladi. Yillik foiz stavkasi umuman to'lanmaydi. Bundan keyin mahallamizdagi ishsiz fuqarolarga beriladigan kreditlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam. Ya'ni hozirgina nerede mahallada shu mahallamizda Agrobankga bo'lingan, berkitilgan, bu yerdan xodimimiz bor. O'sha hozirgina fuqarolar bilan uchrashib, gaplashib, o'rganib turibdi. Biznesga birinchi qadamdan kreditimiz bor, 17 milliongacha beradi. Mana shu chorvachilik yo'nalishida, parrandachilik yo'nalishida olish mumkin. Yo'q, bu menga oz 17 million, menga ko'proq bering desa, mahallaboy berilgan kreditimiz bor, buni 50 million so'm olib beradi. Bundan shu yo'nalishlari bor. Xohlasa tikuvchilik qilish mumkin, xohlasa chorvachilik bilan shug'ullanish mumkin, maqsadga olib minish mumkin. Haydash bo'ladigan bo'lsa, shunday ishlar bilan tadbirkorchilikni o'zining faoliyatini kengaytirib, daromad keladigan narsani qilsa bo'ladi. Tadbirkorlar shu bizning bank Agrobankimiz tomonidan chiqarib turgan mahsulotlar shu oldan iborat. Kimda qiziqtirgan savollar bo'lsa, savol bersangizlar javob berishga yetamiz. Kimda bor? Menda bor. Ayting. Bizda fermer xo'jaligi bor, lekin men ishsizman. Shunga toza ekilgan bozorga tashlash uchun. Siz shu mahallada yashaysiz, o'zingizni ekib turgan poliz ekinlaringizni, yani pomidor, badillar, shuni bedagi sayfurmaylardagi nekkan bozorda sotasiz. Şu an Motosikl bilasizlar. motosikl. Bo'ldi. Bizlarda shu pastda mahallada yashaydigan bo'lsangiz, hozir bank xodimi bilan sizni uchrashtiraman. Shu bank mahsuloti bo'yicha axborot beradi. Sizlar Agrobank tomonidan mahalla loyihasi bo'yicha 5 yil muddatda 2 yil imtiyoz davr bilan motosikl olishingiz uchun kredit berib biladi. Kredit berib biladi. Hozir siz bilan uchrashtiraman, men kerak hujjatlar hammasini berib, 3 bank ish kunida ichida bitirib beramiz. Bo'ldi, rahmat. Boshqa qiziqtirgan kimda savollar bo'lsa, savol bersangiz javob berishga ketamiz.